Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Tanimaganlar, bilmaganlar uchun ismim Pahlavon, ayni vaqtda Andijon viloyat adliya boshqarmasi Sharqon tuman adliya bo'limi bosh maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritaman. Faoliyatimiz davomida fuqarolar tomonidan ko'plab murojaatlar tushadi. Bulardan biri bir necha oylar oldin tumanda yashovchi bir fuqaro o'zining ko'p yillik muammosi hal etilmayotganligi yuzasidan tuman adliya bo'limiga murojaat bilan keldi. O'rganish davomida fuqaroning oilasida turmush o'rtog'i va bir nafar qizining nogironligi borligi mavjud bo'lib, fuqaro ancha vaqtdan buyon o'z nomidagi dehqon xo'jaligini nomidan chiqara olmayotganligi aniqlandi. Bu holat esa fuqaroning rasmiy bandligi sababli uni turmush o'rtog'iga qarovchi shaxs sifatida belgilanishiga to'sqinlik qilayotgan edi. Adliya bo'limining amaliy ko'magi bilan fuqaro nomidagi dehqon xo'jaligining o'chirilishi ta'minlandi hamda fuqaro turmush o'rtog'iga qarovchi shaxs sifatida belgilanishi orqali fuqaroning mehnat staji yozilishiga erishildi. Shuningdek, Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan fuqaroning oilasiga oziq-ovqat xarajatlari uchun ijtimoiy yordam ajratib berildi.